qizim yig'lasa qo'shilib yig'laydi. Xudoyim o'zi bizga shunaqa sinov berib, shunaqa bolani berdimi, qolganini beradi Alloh. Doktorlar yo'q, bo'lmaydi, bolam bo'ladi. Men boshqa gap gapirolmayman onalar. Moskvaga ham borish keragi yo'q, Hindistonga borishda ham keragi yo'q. Hammasi O'zbekistonda, mana shu Toshkentda bor. Ona bu hayotdagi birinchi ustoz. Mehrning eng cheksiz manbai va sabrning buyuk namunasi. Ona haqida qancha gapirsak ham shuncha oz. Bugungi qahramonimiz bolasini hayotga qaytarish, oyoqqa qo'yish uchun katta iroda va mashaqqat bilan harakat qilib kelayotgan onaning natijalarini boshqa onalarga namuna bo'lish uchun ko'rsatib bermoqchimiz. Onalarimizdan iltimos, hech qachon taslim bo'lmang. Allohdan so'rang va sababini qiling. Men va mening jamoam bu yo'lda Allohning izni bilan sizlarga yordam berishga tayyormiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana mehribon qizimizni Samarqanddan kelishgan 5 yildan oshiq vaqt bo'lmaydi. Men nazoratim ostida ulg'ayib o'syapti mana. Erishgan natijalari haqida onalarning o'zlari qisqacha gapirib beradi. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Qizim 2016-yil tug'ilgan. Tug'ilishida yaxshi bo'lgan. Keyinchalik DSP diagnoz qo'yilgan. Qizimda holati juda og'ir edi. Kelgan vaqtda mana shu Zdoroviy diyetiga kelganimizda qizim o'tira olmasdi, yura olmasdi. Bosh qiyshayib, qo'lchalari mana shunaqa orqaga tortib, tonuslari juda ham baland edi. Qizim bilan rosa ishlagan. Ishonasizlarmi, shunaqa yig'lagan vaqtlarim bo'lgan. Qizimga bor kuchini sarflab yig'lasa ham qaytmagan. Oysa chiqing, oysa chiqing. Natija kerakmi sizga deb shunaqa ishlab bergan qizim bilan Xudoga shukr, mana qizim yuryapti, gapiryapti, maktabga boryapti, o'qiyapti. Har doim aytaman onalarga, mana shu yerda ham, Samarqandda ham hamma joyda ko'rganimda, mana shunaqa bolalar ko'rganimda aytamanki, faqat birinchi o'rinda onaga sabr kerak. Menga ko'plar aytgan, Moskvaga olib bor, Turkiyaga olib bor. Yo'q, unaqa emas. O'zbekistonda ham mana shunaqa sharoitlar bor. O'g'dagi nevropatologlar O'zbekistonda ham bor. O'g'dagi massajchilar mana Toshkentda bor. Men tan berganman. Bilasizlar, menga shunaqa diagnozlar qo'yilgan, qizim yurmaydi, gapirmaydi. Umid qilma, bo'ldi, faqat yaxshi yedir, ichir, bo'ldi. Qolgani Allohdan degan. Yo'q, biza shunaqa birga ishladi, mana shu Doniyor shunaqa yig'ladi, lekin natijasini mana ko'rib turibsizlar. Hozir kim ko'rsa qizimga havas qiladi. Qayerga borgansiz deydi. Men rosa ham sizlarga ta'riflashim juda qiyin. Qizimning holatini, kichkinaligidagi holatlarini ta'riflamayman, juda ham og'ir edi. Qo'lchalari mana bunaqa turardi. Majburlab ochaydi. Shunaqa ochaydi. Qizim yig'lasa qo'shilib yig'laydi. Oyisi yig'lamang, chiqing, oyisi chiqing deb baqiraydi, lekin yig'lasa ham sabr qilib mana shu bola, mana shu qizimni shu holatga keltirdi. Hozirda mana 1-sinfda o'qiydi, qabul qilishi ham zo'r, hammasi zo'r. Men qisqasi onalarga bitta narsani aytaman, hamma narsa o'zimizda mana shu Toshkentda, O'zbekistonda bor. Yugurmang, bu yoqqa. To'g'ri, pulni qayerlargadir sarflaymiz, lekin joyini, odamini topolmasdan sarflaymiz. Shuning uchun sizlarga bilmadim kimga qanaqa yoqadi, yoqmaydi qabul qilasizlar. Men bor gapni boshimdan o'tkazganlarimni, ko'rganlarimni sizlarga gapirib beryapman. Massajchilarga tan bermasdan boshqa ilojim yo'q. Men vobshe tan berganman, omadini bersin, haloli bo'lsin. Men bitta qizimda emas, juda ko'plarda ko'rganman. Qamirlarni taxta bo'lib yotganlarni ham harakatga keltirib tikka qilib qo'yganlarni ko'rganman. Guvohi bo'lganman. Eng muhimi ona tushkunlikka tushmash kerak ekan. Harakat qilish kerak. To'g'ri. Olib keling, bolani bering, massajchiga beringda, voy yig'layapti deb tortib olgan onalarni ko'rganman. Unaqada biz hech narsaga erisha olmaymiz. Bu uchun nima deydi? Sabr va yana sabr. Bunaqa onalarni juda ko'pini ko'rdim. Qiyin jarayonlarni boshimdan o'tkazganim uchun mana shu yerdagi massajchilarni nima deyman, dunyo turguncha tursin, omadini bersin. Men boshqa gap gapirolmayman onalar, chunki qizimni yurishi vobshe zo'r bo'lgan. Birinchi kursda 5 kun olganman. 5 kunda effektini bilganman o'sha.
mana shunday olib kelasiz, mana shunday olib kelasiz desa, harakat qilib olib kelganman. Mana shu natijalarga, mana shu Doniyor bilan birgalikda erishdim. Xudo xohlasa, bilmadim, nima deysizlar, qanday qabul qilasizlar, lekin Moskvaga ham borishni keragi yo'q, Hindistonga borishni ham keragi yo'q. Hammasi O'zbekistonda, mana shu Toshkentda bor. Bolangizni massajlarga, LFKlarga olib borish uchun mablag'i Xudoning o'zi berdim, ixlos qilsangiz. Albatta, chin ko'ngildan harakat qilsangiz, Doniyor, farzandingiz uchun hamma narsani imkoniyati bor, hamma narsani iloji bor. To'g'ri, men ham oddiy oiladanman, oddiy qishloqdanman. Mana hech bo'lmasa mana shu bolani davlat beradigan o'zini pulini o'ziga sarflaylik, yetadi o'sha. Mana buncha xarajat kerak emas. Faqat e'tibor, sabr, ishonch eng muhimi, ishonch. Chin ko'ngildan harakat bo'ldi. Xudoyim o'zi bizga shunaqa sinov berib, shunaqa bolani berdimi, qolganini ham beradi Alloh. Ilohim. Bizda ko'p holatda bo'ladi. Bolasini olib kelishadi-ku, bitta kursga o'zi yetishadi. Mani qaynonam, qaynotamga ruxsat berishmayapti masajga. Ba'zi bolang sog'aymaydi, yurg'iz olmaysan, ko'nglingni battar cho'ktirib tashlashadi er-xotin. Nima ota-ona battar ham ko'ngli cho'kib, bolasi haqida umuman tuzalmaydi degan tushunchaga ega bo'lib qoladi ota-onalar. Men o'shalarga iloji boricha yetkazib berishga harakat qilaman. Hammasi Xudodan. Harakat qilganga beradi. Shunga qanaqa siz ayta olasiz? Mana o'zingiz boshidan o'tdi. Shunaqa Doniyor, to'g'ri aytasiz. Mana Alloh aytadi, sendan harakat, mendan barakat deydi-da. To'g'ri, bunaqa dardga chalinish o'zi bir Xudoyimda bir ne'mati deb o'ylayman-da men. Bittada natijaga erishmaslik mumkin. Bu har qanaqa kasallikda ham bo'lishi mumkin. To'g'ri. Masalan, men hozir aytadi, ko'pchilik aytadi, necha kurs keldingiz, necha marta keldingiz, necha yildan beri keldingiz deydi. Yo'q, muhimi faqat chin ko'ngildan harakat qilib, sidqidildan mehnat qilib kelsangiz, effekt beradi baribir. Chunki mana men sherigim bor, Oqqo'rg'onlik qimirlamaydi Doniyor, o'zingiz qilgansiz-ku, uni ham masalan bunga juda ko'pchilik qarshi bo'lgan. Doktorlar yo'q, bo'lmaydi, bolang o'ladi, kerak emas, topshirib yubor deganlar bo'lgan. Yo'q, mana shu bola ham hozir shunga o'zi ishlab turadigan bo'lgan. Qaynotalar ham aytar, oldin bolalar bunaqa bo'lmagan. Yo'q, hozir oldingi davr bilan hozirgi davr boshqa narsa. Ekologiyamiz, yeydigan narsalarimiz ximik. Lekin bilmadim, qisqasi harakat qilsa, ota-ona chin ko'ngildan bitta, ikkita, uchta, hech bo'lmaganda 3 ta kursdan keyin baribir natijasi chiqadi. Men shunday deb o'ylayman. Qanaqa umuman boshini ko'tara olmaydiganlar ko'tardi-ku. Men o'zim guvohi bo'ldim. Ota-onaga muhimi ishonch kerak, sabr kerak. Bo'ldi. Allohning o'zi beradi, Xudo xohlasa hammasini yetkazadi. Hozir unaqa nima deydi, qoloq zamonda yashamayapmiz-ku, Xudoga shukr. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Meditsina rivojlangan. Ishonch bo'lsa bo'ldi. Ishonch, harakat. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Mana ota-onalar, ko'rdinglar, bu yerda hech qanaqa reklama unaqa narsa yo'q. Mani 5 yildan oshiq vaqt mobaynida kelayotgan patsientimdan, bemorimdan eshitayotgan gapimiz mana. Sizlar ham xuddi shu natijalarga erishinglar. Iloji boricha maqsad qo'yinglar, imkoni boricha harakat qilinglar, niyat qilinglar, ishonch bildiringlar, ixlos qilinglar, oldinga maqsad qo'yib bolamni tuzataman degan maqsadda yuringlar. Albatta inshaalloh Xudo xolasa har bitta natijasini o'zingiz ko'raverasiz.